Bundan oldingi videoda holati xunuk bo'lib ketgan Philodendron micans tegidan kesib, ildizi bor shoxlarini yana qayta ekib qo'ydik. Endi bularni boshdan o'stiramiz. Bu kesib olgan shoxlarimiz bo'lsa, endi vermikulitda qalamcha qilamiz. Qalamcha uchun eng zo'ri bu tepa shoxlari. Ya'ni mana shunaqa o'sish nuqtasi. O'sish nuqtasi 7 ta chiqdi. Demak, biz 7 ta qalamcha qilamiz. O'zi 3 kun oldin biz 5 ta o'sish nuqtasini perlitda qalamcha qilgan edik. Bu yerda stand-up suslar ham bor. Mana men sizlarga 3 kunlik natijani ko'rsatmoqchiman. 3 kunning ichida Philodendron ancha o'sib qoldi. Hali ildizi yo'q, lekin qalamchalarimiz o'sishni boshladi. Shuning uchun men har doim aytaman, qalamcha uchun eng zo'ri bu o'sish nuqtasi. O'sish nuqtasi tez va oson ildiz beradi. Lekin sizlar xohlasanglar, shoxini o'rtasidan ham, tagidan ham bemalol qalamcha qilsanglar bo'ladi. Mana 7 ta o'sish nuqtasini, ya'ni qalamchalarni kesib oldik. Endi bularni karnivinga botirib, vermikulitga ekib qo'yamiz. Do'stlar, bitta muhim joyini tushuntirib bermoqchiman. Chirmashib o'sadigan xona gullarini qalamchasini har doim bo'g'imni tagidan kesinglar. Ayni shu joydan ildiz chiqadi. Hozir men sizlarga qol ko'rsatib beraman. Mana misol uchun shuni qalamcha qilmoqchi bo'lsanglar, mana shu bo'g'imini tagidan kesish kerak yoki tagidagi bo'g'imini tagidan kesish kerak. Ayni shu joydan ildiz chiqadi, ayni shu joydan yangi shox chiqadi. Misol uchun mana shu joydan kesadigan bo'lsanglar, natija bo'lishi juda ham qiyin. Do'stlar, albatta videoga like bosib, qo'llab qo'yinglar. Xudo xolisa men sizlarga natijalarini ham ko'rsatib boraman. Endi qalamchalarimizni ildiz chiqadigan joyini karnivinga nomiga botiramiz. Bu ildiz chiqarishga yordam beradi. Va vermikulitga 2-3 cm tiqib qo'yamiz. Mana qalamchalarimizni ekib qo'ydik, endi yaxshilab sug'oramiz. Vermikulitda hamma joyi nam, ho'l bo'lishi kerak. Tagidan suv chiqquncha yaxshilab sug'oringlar. Yaxshilab sug'organdan keyin albatta teplichka qilib qo'yinglar, ya'ni salofan paketi ichiga solib qo'yasizlar, salofan yopiq turadi. Teplichkaning ichida 20 kun tursa yetadi, keyin chiqazib qo'yasizlar. Albatta har kuni salofan tepasini ochib 5 minut, 10 minut shamollatib turinglar. Bu juda ham muhim. Va vermikulit qurib qoladigan bo'lsa, azgincha sug'orib turish ham esdan chiqmasin. O'zi teplichkaning ichida juda tez qurib qolmaydi. Misol uchun 5 kunda, 7 kunda bir marta nomiga sug'orib qo'ysanglar bo'ladi. Do'stlar, men bu shoxlarni ham ko'paytirishga, qalamcha qilishga qaror qildim. Bularni men suvda qalamcha qilaman. Sizlarga umumiy natijasini bitta videoda xudo xolisa ko'rsataman.